Assalomu alaykum hammaga. Bugun biza pul psixologiyasi kitobini sharhlashni davom etamiz. 6-bobga keldik. umumiy 20 bob, 20 ta maslahat bergan Morgan Housel. 6-bobda biza muvaffaqiyatsizlik yutqizdingiz degani emas degan bob ekan. Gohida xato qilib turib ham boylikka erishish mumkin deydi. Ayniqsa investitsiya sohasi, biznes sohasida misol keltirgan. Hamma narsani ozchilik hal qiladi deydi. Ya'ni 100 ta loyiha qildingiz, 99 tasi xato bo'ldi, bittasi shu 99 tani yopib ketishi mumkin. Uni zararlarini yopib ketishi mumkin. Minuslaringiz mana shu bitta loyiha orqali yoki bitta investitsiya qilish orqali qolganlarini o'zi bilan tortib ketishi mumkin. Bu asosiy g'oya nima? 6-bobda pul o'yinida natijalarning katta qismi juda osonli voqealar orqali keladi deydi. Bu juda ko'p misollar keltirgan. Walt Disney misol keltirgan. Misol uchun Walt Disney eng muvaffaqiyatli bo'lgan multfilmi bu Oppog'oy va 7 gunoh multfilmini olgan bo'ldi. Ya'ni ungacha juda ko'p multfilmlari muvaffaqiyatsiz bo'lgan va bitta shu multfilmi bankrot bo'lishidan Disney studiyasini olib chiqib ketganligini misol keltirgan bo'ldi. Va ya'ni ko'p urinishlar o'rtacha bo'ladi va bir nechta urinishlar juda katta natija olib keladi. Bu tail event statistikadagi dum hodisalar. Investorlar misolini keltiramiz. Misol uchun ko'plab investorlar 100 ta investitsiya qiladi, 100 ta joyga investitsiya qiladi. 80 tasi o'rtacha natija berishi mumkin. 15 tasi zarar va 5 tasi juda katta foyda berishi mumkin. Qolgan mana shu 15 ta zararni ham va 80 ta o'rtachani ham o'zi bilan birga yopib ketadi. Va aynan o'sha 5 tasi hamma natijani yaratadi, ya'ni hamma natijani beradi, katta natijani beradi, katta talchoq beradi. Fond bozori statistikasiga qaraydigan bo'lsak, tarixiy ma'lumotlar shuni ko'rsatadiki, AQSh fond bozoridagi o'sishning katta qismi juda oz sonli kompaniyalar hissasiga to'g'ri keladi. Misol uchun, masalan, Apple, Microsoft va Amazon kompaniyalariga to'g'ri kelar ekan. Agar investor aynan shularni ushlab qolgan bo'lsa, katta yutgan bo'ladi. Uchinchisi, bu shaxsiy hayotda ham shunday. 10 ta loyiha qilasiz, bittasi katta bo'lib chiqadi, katta natija beradi, bum bo'ladi. 100 ta tanishuv, misol uchun 100 ta inson bilan tanishasiz, bittasi hayotingizni o'zgartirishi mumkin. 100 ta video ko'rasiz, bitta video hayotingizni o'zgartirishi mumkin. Men YouTube'ga har kuni video chiqaraman. 100 ta har kuni bo'lsa 1 yilda 365 ta video chiqaraman. Bittasi menga 100 minglab obunachi olib kelishi mumkin. Bu hamma joyda ishlaydi. Son sifatga o'tadi degan gap bor. Quvras oxiri bittasi portlash ehtimoli bor. Ya'ni bittasi katta natija berish ehtimoli bor. Natija doim teng taqsimlanmaydi. 4-inchisi shuning uchun sabr kerak bunga. Housel, ya'ni kitob muallifi aytadi. Katta muvaffaqiyat ko'pincha ko'p urinish ichida keladi deydi. Ko'p harakat qilaverasiz, ko'p urinishlar qilaverasiz, xatolar bo'laveradi, bitta keyin bum bo'lib portlaydi. Bu video misolida ham ko'rishimiz mumkin. Ko'plab blogerlarni bitta yoki ikkita videosi 80-90% obunachilarni olib kelgan bo'lishi mumkin. Lekin odamlar 3-4 marta urinib ko'radi, natija ko'rmay to'xtaydi. Yana bitta statistika bor. Bu yerda 10-biznesingiz o'xshashi mumkin. Ko'pchilik 3-4 ta biznes qilib to'xtatadi. O'rtacha 10-biznes o'xshaydi, 9 tasi muvaffaqiyatsiz bo'ladi. Shu 10-chisi balkim katta natija olib keladi. Mana qolgan 9 ta muvaffaqiyatsiz biznesni o'zi bilan tortib ketishi mumkin. Shunda dumli hodisaga yetmaydi. Dumli hodisalar bor. 5-chisi yutqizish ham o'yinning bir qismi. Yutqizish ham kerak. Bu bobning eng muhim joyi. Ko'p xato qilish bu muvaffaqiyat strategiyasining bir qismi o'zi. Agar siz har bir xatodan qo'rqib o'yinni tashlasangiz, o'yindan chiqib ketsangiz, siz katta yurishga ham yeta olmaysiz.
Strategik xulosa qiladigan bo'lsak, bu bobda 6-bobda har bir urinish katta natija bermaydi. Bu normal. Sabrsizlik eng katta dushmaningiz va diversifikatsiya xavfini kamaytiradi. O'yinda uzoq qolgan odam dumli hodisalarni ko'radi. Bobning eng kuchli gapi mazmuni bu yerda ajoyib natijalar kamdan-kam hodisalardan keladi. Sizga mos xulosa qiladigan bo'lsak, siz YouTube biznes o'sish haqida o'ylayapsiz. Bu bob shuni aytadi. 50 ta oddiy bo'lishi mumkin, bittasi esa hayotni o'zgartiradi. Bitta mani videoyim 80-90% obunachi olib kelishi mumkin. Bitta dona post sizni mashhur qilib yuborishi mumkin. Bitta dona matn, ya'ni insho sizni mashhur qilib yuborishi mumkin. Shuning uchun doimiy harakat plus sabr, katta sakrash. Xulosa qiladigan bo'lsak, 6-bobda natijalar teng taqsimlanmaydi. Ikkinchisi o'sishchilik katta farq qiladi. Uchinchisi ko'p urinish, bu normal. To'rtinchisi sabrsizlik muvaffaqiyatni o'ldiradi. Beshinchisi uzoq o'yinda qolgan desa ham bo'ladi. O'yinda baribir g'olib bo'ladi.